Tavba qildim. Ro'za kunida ovqatlanayotganlarini. Tavba. Yering ko'raylik-chi. Assalomu alaykum. Kelinglar, qizlar nima kerak edi? Qizlar nima qidirayotgandilar? Kelinglar. Onamlarga hadya qilayotganingizni nimani tavsiya qila olasiz? Uzularimiz bor, mana onajonlarimiz juda ham mos chiroyli uzularimizdan kelgan. Qizlar, o'zamisizlar? O'zingizchi? Ancha yil oldin qand kasalligiga uchradim. Undan keyin oshqozon yarasi. Shu sababli o'zimni ovqatdan tiya olmayman. Lekin ovqatdan o'zimni tiya olmasam ham g'iybatdan, yomon gumondan, har xil gap so'zlardan o'zimni tiyaman. Sizlarchi qizlar? Sizlar ham shunaqa qilasizlarmi ro'zada? Muslimalarim, insonlar haqida to'g'ri gumonda bo'laylik. Zero tashqi ko'rinish aldamtish.